Mana Gulchehra silka beryapti. Ya'ni mana shu silkani bosamiz biz. Bosamiz. Xo'p, email pochtamizni kiritamiz. Email pochtamizni kiritdik va kiritganimizda mana bu joyda ko'rinayotgan bo'lsa, emga yopishib yonib turibdi. Shu narsani mana bu narsani bosmanglar. Bossalaring mana bu holat kelib qoladi. Va bu holat kelganda Optime bo'limini bosganimizda mana Optime bo'limini yozib bosganimizda mana bunaqa xat chiqadi. Nima uchun chiqadi? Siz bosib qo'ygansiz mana bu joyi. Bosmanglar mana. Mana bo'ldi. Xo'p qildingiz. Adresni kiritdingiz. Optime bo'limini bosdingiz. Sizga